Assalomu alaykum aziz YouTube muxlislari, aziz obunachilarim, meni endi ko'rib turgan kanalim mehmonlari. Sizlarga bugun mana bedana jo'jamiz ochib chiqayotgan jarayonlarni ko'rsatamiz va uni nima qilish kerak, qanaqa issiqlikda ushlash kerak, qanaqa joyda saqlash kerakligini hammasini batafsil aytib o'tamiz. Xudo xolasa videomiz manfaatli bo'lib qoladi deb o'ylayman. Sizlardan so'rab qoladiganimiz o'sha like, podpiska, kanal mehmonlari obuna bo'lib qo'yishlarni so'rab qolamiz. Bo'lmasa biz boshlaylik xudo xolasa. Mana o'rtoqlar, hozir jo'jalarimizni oldik. Bu yoqda uje nima deydi? Endi chiqayotganlari, chiqib bo'lganlari mana ozgina tuxum qo'ygandik. Где-то 1,5 mingta probaga. Hozir mana shuni hozir ko'rsatamiz. Qanaqa bo'linadi, qanaqa qo'yiladi, hammasini ko'rib o'tasizlar. Xo'p, qaranglar, mana bunaqa po'stlog'ini olib tashlaymiz. Negaki keyingi chiqayotganlariga xalaqit bermasligi uchun po'stloqlarni olib tashlaymiz. Keyin mana bunaqa chiqib qolganlarini yordam berib o'ramiz. Negaki inkubator ochganda namlik qochib ketgan bo'ladi. O'shaning uchun nomiga chiqarib qo'yamiz. Faqat tuxumdan sug'urib olmaysizlar. Bo'ldi, mana shu ko'rinishda qo'yib qo'yasizlar. Xo'p, po'stloqlarni boyaga aytgandek olib tashlaymiz. Po'stloqni ollaring. Po'stloqlarni olib tashlaring. Da mana qaranglar. Mana bunaqa chiqayotganlarini uje namlik qochgan, uni ochib berishimizga to'g'ri keladi mana. Hozir agar ochib qo'ymasak, bu nobud bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun yarim chala ochib qo'yamiz. Mana. Po'stloqlarni tez-tez, faqat tez-tez olib tashlaymiz. Negaki keyingi chiqayotganlari, hali teshmaganlariga ziyon bo'lib qolmasligi uchun. Hop, endi ayrimlari o'lib qoladi ichida. Nima deydi? Urush qurbonsiz bo'lmas degandek. Ular ham nima deydi? Nobud bo'lganlari bo'ladi, baribir mana. Mana shu ham nobud bo'lgan. Buni tashlab yuboramiz, bo'ldi. Mana bunaqa endi teshganlarini ochib beramiz. Mana, xuddi shunaqa. Faqat tuxumni olib tashlamaysizlar. Mana. Bo'ldi, mana shu ko'rinishda turadi. Qolganini o'zlari chiqarib olishadi. Lekin mana bunaqa chiqib qolganlari mana shuni ochib tashlaysizlar. Endi shpagat bo'lib qolgan, orqa oyog'i bo'lib qolgan, mana nogiron bo'lib qolganlar xuddi mana shunaqa bo'lishidan bo'ladi mana shu. Nima deydi? Namlik qochib ketgan bo'ladi, negaki ustilarda jo'ja yurgan, chiqib bo'lgan jo'jalar yurgan bo'ladi. O'shaning uchun ularni siqib qo'ygan. Shuning uchun chiqa olmay nogiron bo'lib qoladi ular. O'shaning uchun har 4 soat, 5 soatda jo'jani olib turish kerak bo'ladi. Iloji boricha. Endi mana bunaqa bemalol bo'lsa, unaqa narsa bo'lmaydi. Unaqa narsa bo'lmaydi. Mana hozir ochib qolganlarini imkon qadar ochib berdim. Keyingi yashikka o'taman. Keyingi yashik ham xuddi shunaqa. Po'stlog'ini olib tashlaymiz. Birinchi o'rinda po'stloq olib tashlaymiz. Undan oldin jo'jani olasizlar. Birinchi o'rinda jo'jani olasizlar, chiqqan jo'jalarni. Keyin po'stloq olinadi, keyin endi chiqayotganlarga yordam berib yuboriladi. Shuning uchun e'tiborli bo'lasizlar. Ayniqsa jo'ja chiqayotganda issiqligiga, namligiga e'tibor bersizlar. Endi namlik nechi bo'ladi degan savol tug'iladi. Namlik 60-65 bo'ladi. Issiqlik 37.2, 37 qilib qo'ysanglar, jo'ja qiynalmasdan chiqadi. Namligini o'sha 60-65 qilib qo'yasizlar. Mana xudo xolasa. Bo'ldik. Imkon qadar juda tez ishlash kerak bo'ladi. Endi bu ham xonani haroratiga qarab. Xonanglar issiq bo'lsa, u nima deydi? 10 minut, 15 minut hech narsa qilmaydi.
Ha. Hop, mana xuddi shunaqa buni ham ochib beramiz. Ochmaganlarini. Bu o'lib qolgan. Bu ham o'lib qolibdi. Ha, bo'ldi. Endi mana shunaqa kam bo'ladigan bo'lsa, keyingi yashikka fergitga qorish kerak bo'ladi. O'tkazib yuboriladi. Hozir bularni olamiz. Shuni atib ochib qo'yamiz. Bu ham shunaqa bo'ladi. Bo'ldi. Endi bitta yashik bo'shadi. Tak. Keyingisi olib keldim. Bularni ham kamroq ekan. Olamiz bularga. Bu o'sha samodelniy inkubatorimda o'zim yasagan inkubatorda chiqdi bu jo'jalar, xudo xolasa. Ochib beramiz. Hadi, mana ochib ber, masalan. Ochib ber. Iya. Mana ko'rasizlar, mana shular qiynaladi. Mana ochib berishga to'g'ri keladi. Jo'jalarni sanab bruderga sovurilaring. Sanab sollaring. Chiqqan jo'jalar обязательно sanaladi. Necha foiz chiqdi, necha foiz chiqmadi. Bu xudo xolasa o'zimizni bedanani jo'jalari. Yomon emas, zo'r. Foizi yaxshi beryapti. Hozir mana chiqmaganlari bor, chiqotganlari bor. Endi xudo xolasa mana bu ham xuddi shunaqa orqaga yordam berib yuboramiz. Shunaqa do'stlar. Endi xudo xolasa narigi tomonni ko'rsataman. Bruderga 2 gradusda qo'yib qo'yamiz. Necha kungacha turadi bu gradusda. Ularni ham hozir aytib o'taman. Mana ikkita yashigimizni bitta qilib qo'ydik. Xudo xolasa quyog'iga yana chiqadi. Uni yana qaytarib joyiga solib qo'yamiz. Ungacha biz mana o'rtoqlar solib qo'ydik inkubatorga. Yopamiz. Endi mana jo'jalarimizni shatirlarini yoqib, bu yerdan yoqmagan ekanmiz. Bruderlarimizni dezinfeksiya qilib olganmiz. Xudo xolasa endi buni ko'taramiz. Tak. 36 qilib qo'yamiz. Bu o'chishi. Endi yonishini 35 u 5 qilib qo'yamiz buni. Mana 35 u 5 bo'ldi. 35 u 5 da yonadi, tushib ketgan ana. 36 da o'chadi. Mana shunday kontrol qiladi. Teglariga mana lattalan soldik. Xudo xolasa mana jo'jalarimiz Alloh barakasini bersin. Mana Alloh barakasini bersin. Faqat bunisini endi tezda olish kerak bo'ladi. Mana ikkita lampochka sariq, bitta led turadi. Hozircha suv donini bermay turamiz. Bir yarim soatdan keyin bularni
suv doniga harakat qilamiz. Ungacha suvlarimizni tayyorlab, nima deydi? Donlarni ham maydalab qo'yib olganmiz. Endi tayyor qilib olganmiz-ku, hali berib bermay turamiz, xudo xolasa. Xo'sh. Mana shunday qilib oilaviy uramiz. Xo'p, endi bularning ota-onalarini ko'rsataman sizlarga. Ularni ham tushuntirib o'taman. Mana hozir qizlarim sof bo'lib qolyapti. Mana shunday qilib solishadi. Boyagi tuxumda siqilib qolgan degani mana. Mana shunaqa siqilib qoladi, oyoqlari qiyshayib qoladi. O'shaning uchun tez-tez olib turish kerak bo'ladi jo'jani. Xo'sh. Mana bu yonib qoqdi. Mana. Xohlasa bular sanaguncha sizlarga narigi bedanani ko'rsatib turaman. Ketdik bo'lmasa. Xo'sh, mana bu bedana xonamiz. Xudo xohlasa inkubatorga yangi tuxum qo'ydik. Yana 1,5 minutda qo'yib yubordik. Ventilatorlarimiz ishlab turibdi mana. Buni 23 ga qo'yib qo'ygan. Mana 23 da o'chadi. 24 da yonadi. Termoregulyatorda o'zi kontrol qilib, muzdakkina havosi. Shunaqa o'zi kontrol qilib yotadi. Mana matishning bedanalarimiz. Tuxumlarini 1 sutkada 1 marta olamiz. Hozir mana bular ham endi tug'ishga o'tishdi. Hali kechgacha xudo xolasa tuxumlarni terib olamiz. Ertalab teramiz, to'g'rirog'i. Xo'p. Bularda kuzatiladigan bundan buyog'iga уже yoz anaqa qilyapti. Iloji boricha xonani 20-25 gradusga bersanglar, bu tuxum foizi tushib ketib qolmaydi. Tuxum foizi tushmaydi. Shu uchun xonani imkon qadar muzdek ushlab turishingiz to'g'ri keladi. Endi qaranglar mana. Hozir ko'rib qoldim mana. Mana bunaqa tuxum tug'otgan bo'lsa, shunga qo'shimcha vitaminlar berib yuborasizlar. Qo'shimcha. Yemiga aralashtiribmi, suvga aralashtiribmi? Shunday berib yuborasizlar. Xo'p. Inkubatsionniy tuxum oladigan bo'lsanglar, 13 grammdan pastini olmaysizlar. Yaxshi joyga olaman desanglar. 13 grammdan past qo'yilmaydi. Bizda hammasi mana shu saralab olinadi tuxumlari mana. Shunaqib tuxumlariga e'tibor berasizlar. Inkubatorga qo'yayotganinglarda. Xo'p, endi qani sanab bo'lishgan bo'lsa, bu yoqqa o'tamiz. Hozir birinchi partiyamiz nechta olindi, uni ko'rib o'tamiz. Mana hozir 500 ta sanadi hozir o'tgacha. Yana bitta yashigimiz bor. 700 taga yaqin chiqibdi 1,5 mingtadan. Hali ochayotganimiz bor. Mana yana 3 ta yashik silikon turibdi. 1,5 mingtadan 1200-1300 ta natija kutyaptik. Xudo xolasa o'shani olamiz. Xo'p, o'rtoqlar, graduslarni tushundinglar. Mana hozir datchigimiz mana bu yoqda turibdi. Xo'p, 36 qilib qo'yasizlar mana. 36 turadi. 35 u 5 yonishiga turadi. 36 o'chishiga turadi. Shunaqa qilib gradusini olasizlar. Xo'p, birinchi kundan yo Enraflox yo Enrasef yoki shirin suv berasizlar birinchi kunidan. O'sha suvni 1 litrdan 2 litr qo'yib qo'yasizlar. Misol uchun 2 metrli bruder bo'ladigan bo'lsa, bitta bu tomonga, bitta u burchak tomonga qo'yasizlar. Donini oyog'ini tagiga sochib qo'yaverasizlar. Mayda don. Donini ham hozir ko'rsataman sizlarga. Tak. Qani o'zi u. Mana shunaqa
startni maydalab olasizlar. Ilk otani yemi bu. Eng sifatli yem mani fikrim ilk otani yemi. Xuddi mana shu yemni o'sha tegirmondami yoki bolgarkada yasalgan tegirmonchadami maydalab olasizlar. Mana bu ko'rinishga keladi mana. Mana yaqinroq ko'rsataman. Mana xuddi shu ko'rinishga keladi. Keyin oyog'ini tagiga sochib berasizlar buni. Xo'p, mana bunaqa Enrasef ichini qotirishga xohlasanglar buni beringlar birinchi kundan. Xohlasanglar shirin suv beringlar. Menimcha shirin suv bergan manfaatliroq bo'ladi. Yoki gemoglobin bo'ladi-da jo'jalarga. Xo'p. Oyog'ini tagiga doni sochasizlar, suvini ikkita chekkaga qo'yasizlar, bo'ldi. O'sha suvni ichib olguncha, misol uchun shirin suv bergan bo'lsanglar, o'sha suvni ichib olguncha qolgan suvni bermay turasizlar. Qachonki suvni ichib bo'lgandan keyin qolgan nimalarni berasizlar. Yo vitamin, yo Enrasef. 636 ta. 636 ta chiqibdi mana, xudo xolasa. Xo'p, xudo xolasa duo qilib qo'yasizlar. Bu yog'iga yaxshi natijalarga erishaylik inshaalloh. Bundan keyin videolarimiz davomiylik bo'ladi. Sizlardan so'rab qoladiganimiz o'sha like, podpiska, kommentariyada iliq tilaklarni yozib ketinglar. Negativchilarga ham o'zimning gapim bor. Negativ yozayotganlar, joninglar sog' bo'lsin. Kimlargadir qanaqadir yoqmaydigan bo'lsam, u sizlarning ishinglar. Yo'qotganlarimiz ham bor. Kimgadir manfaatli bo'layotgan joyimiz ham bor. Negativchilarga nima qilayotgan joyimiz bor. Gap egasini topib oladi. Lavz qildimi, lavzida oxirgacha turish kerak. Zakaz qildimi, oxirgacha olish kerak. Gap egasini topib oladi. Bu videomni u odam ko'radi va o'z fikrini kommentda yoki telefon qilib aytadi. Joninglar sog' bo'lsin, omon bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar. Sizlar bilan Ro'ziyev Azimjon bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.